Har birimiz har tong hayotimizni tubdan o'zgartirish haqida xayolga cho'mamiz. Bu hayot tarzi quvonchlarga boy to'laqonli hayot. Lekin yana bir savol, qanday qilib bunday barakali va quvonchli hayotga erishmoq mumkin? Tianshi sizning hayotingiz tarzini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Butun dunyo Tianshi distribyutorlari muvaffaqiyatga erishish real ekanligini isbotlashmoqda. Siz kim va qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, Tianshi biznesiga kelishingiz sabab imkoniyatlar eshiklari ochilaveradi. Insonlar quvonchli yangiliklar, o'zgarishlar xohlashadi. Yuqori daromad, moslashuvchan ish grafiki, mustahkam salomatlik. Bular hammasini Tianshida topish mumkin. Hozir esa men sizlarga bu natijalarga qanday erishish mumkinligi to'g'risida aytib o'taman. Tianshida siz nafaqatgina iste'molchi bo'lishingiz mumkin, balki to'laqonli tadbirkor bo'lish imkoniyati bor. Tianshida distribyutorlik faoliyatini boshlash uchun boshlang'ich to'plamga ega bo'lish zarurati mavjud. Tianshi distribyutor bo'lgan har bir tadbirkor kompaniyaning 7 xil mukofotiga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bir necha usullar bilan tanishtirib o'tsam. Bronza kartadan boshlasak, 3 yulduzga barobar 100 BV, kumush karta 4 yulduzga barobar 200 BV, oltin karta 4 yulduzga barobar 400 BV, platina karta 4 yulduzga barobar 800 BV. Har bir status uchun aniq belgilangan daromad turi mavjud. 100 BV ga mukofot olinganda siz bronza karta egasiga aylanasiz va shu bilan birga 10% mukofot biznesga jalb qilish hisobidan, 8-9% mukofot strukturani kengaytirish hisobidan, hafta davomidagi maksimal mukofot 800 pul birlikni tashkil etadi. Kumush karta statusida 12% mukofot biznesga jalb qilish hisobidan, 9-10% mukofot strukturani kengaytirish hisobidan, 4% mukofot maslahat ulashish uchun 2 avlod chuqurligida, mahsulotga chegirma 5% ni tashkil etadi. Oltin karta statusida yuqoridagi kartalarga nisbatan yanada ko'proq daromad va chegirmalar imkoniyatlari bor. 15% mukofot biznesga jalb qilish hisobidan, 11% mukofot strukturani kengaytirish hisobidan, 4% mukofot maslahat ulashish va 3 avlod chuqurligidan, mahsulotga chegirma 8% ni tashkil etadi. Platina karta statusida siz eng yuqori daromad va chegirmalar olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 20% mukofot biznesga jalb qilish hisobidan, 11-12% mukofot strukturani kengaytirish hisobidan, 4% mukofot maslahat ulashish hisobidan 4 avlod chuqurligida, mahsulotga chegirma 15% ni tashkil etadi. Bronza kartali statusida siz 3 yulduzli distribyutor darajasiga ega bo'lasiz. Kumush, oltin va platina kartalari statusida esa siz 4 yulduzli distribyutor darajasiga ko'tarilasiz. Asosiy statuslar 3 yulduzdan 8 yulduzgacha hisoblanadi. Faxriy unvonlar esa qolganlari: bronzali sher darajasi, kumush darajali sher, oltin sher, yulduzlari mavjud oltin darajali sher, kengashning faxriy a'zosi, kengashning xizmat ko'rsatgan faxriy a'zosi darajasi. Har 7 mukofot to'g'risida batafsilroq to'xtab o'tsak, hajmni kengaytirish va chakana savdo hajmi, ya'ni bronza, kumush, oltin va platina kartalariga ega bo'lish uchun amalga oshirilgan savdo hajmi mukofotlarga ega bo'lish uchun asosiy sabab hisoblanadi. Mukofotlar biznesga jalb qilish hisobidan, strukturani kengaytirish hisobidan, maslahat ulashish hisobidan, maxsus mukofot chakana savdo hajmi hisobidan quyidagi mukofotlarga ega bo'lish imkoniyati mavjud. To'g'ridan to'g'ri struktura tomonidan mukofot, rahbarlik uchun mukofot, faxriy mukofot. Keling, har bir mukofot turiga alohida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, biznesga jalb qilish hisobidan mukofot. Siz Tianshida biznesni boshlashga qaror qilgan kuningiz oldingizda tanlash imkoniyati gavdalanadi. Qaysi karta statusi afzalroq? Hozir men sizga kumush karta va platina kartalar misolida farqli tomonlarini ko'rsatishga harakat qilaman.
Kirill ismli yigit kumush kartadan boshlashga qaror qildi. Olga esa platina kartadan. Birinchi haftadayoq ikkalasi ham 3 nafardan distribyutor bilan ishni boshlashga muvaffaq bo'lishdi. Bular A, B va C distribyutorlar. C distribyutorini Kirill ham, Olga ham A va B distribyutorlari ostiga joylashtirdi. Shuning hisobida A va B distribyutorlariga o'z strukturasini tuzishda yordam berishga hissa qo'shishdi. Shu bilan birga strukturani kengaytirish hisobidan mukofot olish imkoniyatini yaratishdi. Kirill C ning nastavnigi, A C ning pozitsion nastavnigi, Olga misolda xuddi shunday. Olga C ning nastavnigi, B esa C ning pozitsion nastavnigi. Birinchi quyi distribyutor A platina karta egasi 800 BV. Ikkinchi quyi distribyutor B oltin karta egasi 400 BV. Uchinchi quyi distribyutor C kumush karta egasi 200 BV. Keling mukofotning jami miqdorini hisoblab chiqamiz. Olga jalb qilish hisobidan 20% mukofot oladi. 800 BV ning 20% 160 ni tashkil etadi. 400 BV ning 20% bu 80. 200 BV ning 20% bu 40 ga teng. Olga birinchi mukofot turi bo'yicha jami 280 pul birligiga ega bo'ldi. Kirill biznesga jalb etish hisobidan 12% mukofotga ega bo'ladi. 800 BV ning 12% 96, 400 BV ning 12% 48, 200 BV ning 12% 24 ga teng. Kirill birinchi mukofot turi hisobidan jami 168 shartli pul birligiga ega bo'ldi. Ko'rib turganimizdek, Olganing daromad miqdori Kirillga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Endi keling ikkinchi mukofot, ya'ni strukturani kengaytirish hisobidan keladigan daromad haqida fikrlashamiz. Kirill ham, Olga ham strukturasini kengaytirishga ahd qilishdi. Taxmin qilamiz, Olganing ham, Kirillning ham A distribyutorlari strukturasi bir hafta ichida 100 ming BV yig'ishdi. B distribyutorlari strukturalari savdo hajmi 45 ming BV ni tashkil etdi. Xo'sh, bunday holda Kirill va Olga qanday mukofotni olishlari mumkin? Olga bu holatda platina karta bilan boshlagani sababli uning strukturani kengaytirish hisobidan 11-12% mukofot belgilangan. Strukturalar umumiy savdolar hajmi taqqoslangach ko'rinib turibdiki, umumiy holda 45 ming BV ni tashkil etmoqda. Shunday qilib, Olga 45 ming BV ning 11% ni oladi, ya'ni 4950 shartli pul birligi. Qolgan 55 ming BV kelasi hafta hisobiga o'tkaziladi. Endi Kirill misolda xuddi shu misolda hisoblaymiz. Kirill jami 1600 shartli birlikka ega bo'ldi. Nima uchun? Kirill kumush kartadan boshlaganligi tufayli strukturalar yig'indisi taqqoslangach, Kirill jami 1600 shartli birlikka ega bo'ldi. Navbat 3-chi mukofot ko'rinishiga, bu maslahat ulashish hisobidan mukofot turi. Platina karta hisobidan Olga 4 avlod chuqurligidan bu imkoniyatdan to'laqonli foydalanish uchun Olga har oyda zaruriy oylik sotib olish jarayonini amalga oshirgan bo'lishi va strukturani kengaytirish hisobidan keladigan mukofot turiga shartni bajargan bo'lishi kerak. Hozirgi misolda Olganing strukturasi ko'rinishida quyidagicha. Quyi strukturadagilarning har biri hafta davomida 5000 BV dan olishga erishishdi. Birinchi avlod 4 ta struktura 5000 BV dan 20 ming jami bo'ladi va Olga 20 mingdan 4% daromadga ega bo'ladi, ya'ni 800 shartli birlik. Xuddi shunday ikkinchi avlod 16 ta struktura 80 mingdan 4% 3200 shartli birlik.
Xuddi shunday 3-avlod 64 ta struktura. 320 mingdan 4% 12.800 shartli birlik. 4-avlod 256 ta struktura 1.280.000dan 4% 51.200 shartli birlik. Va nihoyat maslahat ulashish hisobidan 4 avlod chuqurligida Olga 68.000 shartli pul birlik daromadiga ega bo'lyapti. Maxsus mukofot. Bu mukofot turi o'z ichiga xalqaro konferensiyalarda ishtirok etishni ta'minlaydi. Avtomobil sohibi bo'lish imkoniyati, shaxsiy elita kottej sohibi bo'lish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish sizni dunyo mamlakatlarida bo'lish, global tadbirlarda ishtirok etish kabi rejalaringizni ro'yobga chiqaradi. Avtomobil sohibiga aylanish siz oltin sher sohibi bo'lganingiz sharti bilan prestij avtomobil mukofoti sovrindori bo'lish imkoniyatiga ega. Shaxsiy elita kottej sohibi bo'lish uchun siz kengashning faxriy a'zosi va undan yuqori statusida bo'lsangiz, siz yana qo'shimcha 170 ming pul birligigacha mukofotga ega bo'lishingiz mumkin. Tianji kompaniyasi bilan hamkorlik jarayonida siz 7 xil mukofot turini olish imkoniyatiga egasiz. Qancha sizdagi mavjud status yuqori bo'lsa va kartangiz statusi qanchalik yuqori bo'lsa, shuncha daromadingiz ko'p va keng qamrovli bo'ladi. Faoliyatingiz davomida maksimal natijalarga erishing va omad cho'qqisida uchrashguncha xayr deb qolaman.